Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zgidromet O'zbekistonda 17-iyun kunidan 24-iyungacha kutilayotgan ob-havo prognozlarini e'lon qildi. Barcha tezda xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Ushbu ma'lumotdan to'liqroq xabardor bo'lish uchun video ostidagi like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'ling. Siz bu orqali bizning kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Barchangizga kattakon rahmat. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Harorat kechasi 17-18 va 24-iyun kunlari 18-23 daraja, 19-23-iyun kunlari 20-25 daraja, kunduz 17-iyun kuni 30-35 daraja bo'ladi. 18-21-iyun kunlari 35-40 darajagacha ko'tariladi. 22-24-iyun kunlari 30-35 darajagacha pasayadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 17-iyun kuni ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 18-24-iyun kunlari yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, faqat 21-23-iyun kunlari 22-27 daraja, kunduz 17-19-iyun kunlari 33-38 daraja, 20-23-iyun kunlari 35-40 daraja, 24-iyun kunlari 32-37 daraja bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 17-20-iyun kunlari ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 21-24-iyun kunlari yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduz 31-36 daraja, faqat 21-23-iyun kunlari 33-38 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Faqat 17-iyun kunlari Qashqadaryo viloyatida ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 22-27 daraja, faqat 18-21-iyun kunlari 20-25 daraja bo'ladi. Kunduz 33-38 darajadan 37-42 darajagacha o'zgarib turadi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 17-20-iyun kunlari ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 21-24-iyun kunlari yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, faqat 18-21-iyun kunlari 18-23 daraja, kunduz 31-36 daraja, faqat 22-23-iyun kunlari 33-38 daraja bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida esa havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 12-7 darajadan 15-20 darajagacha, kunduz 22-27 darajadan 25-30 darajagacha o'zgarib turadi, deyiladi O'zgidromet veb-saytida. Hurmatli tomoshabinlar, videorolik ostidagi like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlikni ham unutmang.